Navbatdagi misolimiz 31. Rasmda ma'lumotlardan foydalanib trapetsiya yuzini toping deyapti. Xo'sh, e'tibor qiling. Mana bunday o'tkazib olsak, mana bu o'rtasini tutashtirgan vaqti, qoida. O'rtasini tutashtirgan vaqti mana shu trapetsiyani yuzi teng bo'ladi. Mana shu ESD yuzidan 2 baravariga. ESD emas, ESB uzr. Mana bu uchburchak yuzini 2 ga ko'paytirsak, trapetsiyaning yuzi kelib chiqadi. Mana. Demak, biz buni yuzini topish kerak. Bu tomon 12, bu tomon 16. Demak, SESB teng 12 ko'paytirib 16 taqsim 2 teng 96 ga. Mana. O'sha 96 ni 2 ga ko'paytirsak, trapetsiyaning yuzi kelib chiqadi. Ya'ni ABCD yuzi teng 96 ko'paytirib 2 teng ekan 192. Mana. To'g'ri javobimiz 31 ga A varianti.